Ana o'sha mavzu Cobalt avtomobiliga qayta so'ralyapti. 100 talik balon qo'ysa bo'ladimi? Sizga ikkita ma'lumot berib o'taman. Bundan keyin 100% o'zingiz iymoningiz komil bo'ladi va ishonchingiz hosil bo'ladi. Ya'ni 100 talik balon qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi? Ahamiyat berib qo'ying. O'zining vesi, original balon, QR kodli bo'lgan balon 9808. Bu degan 200 gram kam 90 talik balonimiz 100 kg vesga ega. Yo'q, menga 100 talik balon qo'yaveraman deydigan bo'lsangiz, vesi oshiqroq bo'ladi. Bitta zapravkadan keyin pashti 130 kiloga chiqib ketadi va zapaskani unutasiz. Ya'ni agar 100 talik qo'yadigan bo'lsangiz, zapaska chiqmaydi. Shuning uchun bularga eng optimal yechim 80 talik balon yoki ko'p yuraman degan bo'lsangiz 90 talik balon. Gazga taalluqli bo'lgan har qanday masalalarda 100% sizga ma'lumotini berib o'tamiz. Siz shuning uchun aytayapman aka, obuna bo'ling. Bizga nima ishlar qilish kerak, gaz uстановкада bizlar kanalda полный ma'lumot olib o'tasiz. Ya'ni berib o'tamiz hammasini. Xo'p, QR kodli bo'lgan balonlarni ideal qilib shaffof 15 yil garantiyali bo'lgan balonlar bilan ishingizni bitkazib beramiz. Bu videoni metan yoki propan qo'ymoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying. Sirdaryo Metan Gaz ishonchli, sifatli xizmat. Ko'pchilik 100 talik qo'yib beravering dedi-da, 100 talik qo'ysangiz bo'ladi, ozgincha chana bu yoqqa suriladi va zapaskani umuman olib bo'lmay qoladi. 4-pakelinani har bir jihozda qo'lingizga ushlatgan holatda uстановка qilib bering. Ya'ni farqini ko'rsatgan holatda. Talonda dashmimiz, bu tomonda Belarus balonimiz, bu tomonda shaffof balonimiz. Pastda raqam qoldiramiz.